Sekin. Tortchi endi. Ilosi bu yerda necha komplet bo'lyapti hozir? Hozir bu yerda bir komplet bo'lyapti aka. Qolip ko'proq bu yerda. Aha. Nechta qoldi? Adom ko'proq chiqaradi aka. 17 ta qolip bilan. 17 ta qolip, 15 ta qolip bilan qo'shib olishyapti akalar. Bitta tayyorlaganda qancha chiqaradi? Xo'p. O 8,5 kilo chiqadi aka. Hamma qolipda to'g'ri chiqadigan bo'lsa. Aha. Bitta qolipda chiqqanda hammasida. Hozir qanaqa jarayonlar ketadi? Mana usta Ilyosbek o'zi sizlarga birma-bir tanishtirib o'tadi. Xo'p, azizlar, bu manzilimiz Namangan viloyati Norin tumaniga qarashli joylar ekan. Mana tayyor apparatlarni olib kelib o'rnatishyapti. Hormang Ilyosbek. Assalomu alaykum, salomat bo'ling aka. Charchamayapsizmi? Charchamayapsizmi? Ilyosbek, endi bu qanaqa apparat, bundan necha pul daromad qilsa bo'ladi? Qisqacha ma'lumotlarini aytib o'tsangiz. Bu aka yazabol ishlab chiqarish uskunalarimiz qoliplari bo'ladi aka. Aha. Asosan mahsulot ishlab chiqarishda eng katta yordam mana shu qoliplarimiz beradi aka. Aha. Yazabol ishlab chiqarish qoliplariz aka. Hozir bu Noringa o'rnatyapmiz, o'zimiz Namangan viloyati Shuron tumanidamiz. Oralig'imiz masofasi hech qancha emas aka. Noringa o'rnatyapmiz hozir aka. Aha. Bu yerda 17 ta qolipi bilan o'rnatilyapti. 8,5 kilo chiqadigan qilib, o'pish hamma qolipidan. Odam mishalkalar aka, qoliplarsiga o'rnatib o'zi tellarni ustonovka qilyapmiz ekan hozir. Ustonovka jarayonida ekan. Endi bu qoliplarimiz, aytaylik, shu yerdagi qoliplar polniy ustonovkasi bilan necha pulga aylanyapti? Hozir aka bu yerda 17 ta qolip bilan o'pishi qoliplarimiz tayyor relsga mo'ljallangan ekan, rels rolik qo'yilmagan xolos bunga. Poddomini relsga qilib bosib berilgan ekan. 17 ta qolip bilan hozir 4,600 dollarga tushyapti akalarimizga. 17 ta qolip bilan 4,600 dollarga yashib o'pishi komplet hamma narsasi bilan. Faqat bu qolipda gazoblok ishlab chiqarsa bo'ladimi? Ha, faqat gazoblok chiqaradi aka, penavlok chiqarib bo'lmaydi ekan unda. Yaxshi. Aytaylik, 4,600 deyapsiz. Imkoniyati kamroq bo'lganlar qanday boshlasa bo'ladi? Xo'p, aka, bunimiz ham hozir akamiz 15 dona qo'shimcha qolip qo'shib qo'ygan xolos. Shuni hisobiga qolib pul qo'shilgan aka. Keyin tagini, poddomini, profilini o'zgartirgan aka. Bu 8 ga 6 profil, 2 stena qalinlikda profil aylantirib berilgan uni tagiga. Ertadan keyin rels yurgizadigan bo'lsa ham, liniya qiladigan bo'lsa ham, qolip alohida sotib olish shart emas, mana shu qolip yaraveradi aka. Aha. Xo'p, 2 dona qolipimizdan boshlanadi aka, 1,5 ming dollardan ketyapti bu yoq. 1,5 ming dollargacha bu yoq avtomat relsga liniya so'ragan akalarimizga 10 ta qolip komplet 7,5 ming dollargacha qo'yib beryapmiz aka. Avtomat relsga suv ishlari ham, o'ngkislari ham kattaroq bo'ladi aka. Qolgan hamma narsasi bir xil bo'ladi. Qoliplar, taylariga roliklarni qo'yib yurgiztirib berishgan 7,5 ming dollargacha bo'lyapti aka. Qoliplar hali terishga ulgurilmagan-a bu? Yo'q, hozir buni mana bir-biriga endi kedirib chiqildi. Xolos hali tiklangan yo'q bular. Endi hozirda xolos suvlarimiz isitib harakatini qilyapmiz. Kuyishni boshlaymiz aka endi akalarimiz o'rgatib, xudo xolos 100%. Yaxshi. Endi qarang, hisob-kitobiga keladigan bo'lsak, bitta o'zi qolipni hisob-kitob qilib bera olamizmi? Misol bitta qolipdan qancha chiqadi-yu, necha pul rasxod ketadi va hozir bir dona qolipga aka hamma rasxodi bilan bolalar ichish kuchi, oziq-ovqat, to'k-po'k, mayda-chudasi bilan aka 110 ming atrofida rasxod ketib qolyapti aka. O'rnatishda o'ziga. 100 ming, ochiqroq. Ash bitta qolipga tushadigan mahsuloti. Ha, quyilishi. 110 ming so'm. Endi sotilishi aka 17 ming so'm sotilyapti hozir. 12 dona bo'lganda ham aka 9 ming so'mdan tushgan deganimizda ham aka bu yoqda 6-7 ming qolyapti. 6 ming qolsa ham aka yomon emas-da. Donasidan 6 ming. Donasidan 6 ming so'mdan. O'pshi qancha qolyapti shunda? Olsa biz. Xo'p, bitta qolipini o'zidan aka 72 ming so'm foyda qolyapti shundan. Ha, bir dona qolipga kuyadigan bo'lsa 10 minut vaqt ketadi xolos. Rasvonni kuyib to'ldirib qo'ygan. Akalarimiz 17 ta qolip bilan olishgan hozir. Kuniga salkam 2 taga yaqin chiqadi aka. Bir kunda bir oborotda o'zi 2 oborot aylantiradigan bo'lsa 400 ta chiqadi kuniga. 5 ming so'mdan qolsa 1 million 200 ming pul qoladi. Kunlik daromad degani endi bu. Ha, demak shu yerdagi qoliplardan polniy 2 oborot aylantirsa bir kunda aylantirsa bo'ladi aka. 1 million 200 ming so'm hisob foyda qolyapti. Hamma rasxoddan tashqari. Hamma rasxoddan tashqari shundan qoladi. Bu degani plus minus 100 dollar. 100 dollar hisoblaganingizda ham aka. Aha. Juda yaxshi. Akalar, mana tayyor daromadli biznes. Bir kunda 100 dollar daromad qilsangiz bo'lar ekan, lekin talab qilinadigan joy faqat mehnat. Ozgina e'tibor kerak bo'ladi. Seriolari qanaqa bo'ladi endi? Seriolar asosan qum bilan sement ishlaydi ekan uni tarkibida. Aha. Keyin alyuminiy pudralari bor. Qum, sement ishlatiladi, maxsus tarkib qo'shiladi qanaqadir? Pudra, sodalari bor ekan, maxsus qo'shiladigan, qatiradigan, ishiradigan. Aha. Anaqa mustahkamlikni oshiradigan narsalar bor. Ular asli apparat o'rnatish jarayonlarida o'rgatiladi ekan uni. Hamma sekretlari o'rgatib boriladi. O'rgatiladi.
Mana Hozir aka, videolarini hop bitta komplektimiz, tushuntirib beradi. bitta komplektimiz to'xtaladigan bo'lsak, ana shu 2 dona qolipi bilan aka. Aha. 2 dona qolipi bilan 1,5 ming dollar bo'lyapti. 1,5 ming dollar desak aka, 2 dona yarim kubalik qolipimizda ikkita kiradi aka. Bitta shablon reysga ham kiradi ekan, universal reysga. Ondan tortib 20-30 xohlagan razmeriga qarab kesib ketaveradi aka. Buni aka ruchnoy bo'ladi aka. Bu arras aka. Razmeriga olib kesib chiqadigan. Arras aka, ikkita qolipi. Bu yoqda 1 tonnalik suv idish turibdi. Alloh sunoq qilib, tepada 110 litrli tenk turibdi. Datchik suvni haroratini ko'rsatib turadi, suvni isitib berib turadi. Tagidan o't yoqiladi aka uni. O'shanga moslangan u. Keyin bitta mishalkamiz bo'ladi aka. Mishalkamizni ko'rsatib o'taylik. U mishalka ham bemalol yurar ekanda yordam yoqqa. Ha, xudo xolasa aka, mishalkamiz ham yuraveradi. Va akamiz o'ziga moslab olgan 3 ta balonni qilib, uchala balonni bir xil. Asli bir tomondan balon sal kichikroq bo'ladi. Aha. Kichikroq bo'ladi aka. Va aka o'z zakasi qilib tayyorlab qo'ygan unaqa qilib. Motorimiz aka 3 kilovatli motor 220 to'kka moslangan. 2 fazada ham 3 fazada ham ishlayveradi aka. Qozonimiz beldalis, uchli tepalisida 4 lisdan tayyorlanadi aka. Lazerni istanovda kesilgan hamma narsasi. Qoliplarniki ham, boshqasi ham 220 to'kka moslashtirib qo'yganmiz aka ularni ham. Shular bo'ladi aka. Bittadan bemalol tortaverar ekan. Ha, bir kishi bemalol mana ketaveradi. Hozir bu yerda ichki ishlar bor ekan, istashga qilinadi, xudo xolasa belardi. Joylar to'liq tayyor emas ekan. Shunaqa narsa bo'ladi aka, bir komplektda. Keyin bort ruchkalariga to'xtaladigan bo'lsak, ko'p yerda hozir ko'ryapmiz. 2 donadan qisib berishyapti tepasini. Shuni ko'rsatib o'taydi. Bort ruchkalaridan 4 tadan qisadigan qilib berilyapti aka. Lazim bir tomonni o'zi 4 tada qisadi. Rastor oqimni yetib ketmaydi. Albastirda ham shart emas ekan uni. Lazerni istanovda kesilgan. Listda valna bo'lmasa aka, albastirda ham olmaydi. Valna bo'ladigan bo'lsa ham oladi. Bunda yana shart emas ekan, xudo xolasa. Shunday holatda kuylaveradi, yo'qlab turib. Tushunarli. Xo'p, endi hozir qarang. Shuncha joy 4600 ga kelib tushgan. Ha, 4600 ga kelib tushgan. Seriosiga necha rasxod qilish kerak? Yo'q aka, yana bir ish boshlayman desa bir 15-20 tonna seren tushiradi aka. 3 millionlik seriya oladi aka unga. Yag'i endi оборот o'ziga qarab, cho'ntagiga qarab ketaveradi. Har qancha tiksangiz ketaveradi aka unga. Yaxshi. O'rtacha yag'i yana bir 1,5 ming dollar bo'lsa, xotirjam yurgizib olsa bo'ladi aka. Tushunarli. Xo'p, akalar mana ko'p ilosbekni qo'yib boramiz. Bu apparatlardan tashqari boshqa turdagi apparatlar ham bor. Ya'ni pena blok bor, mana tomga pena qo'yish xizmatlariga apparatlarni ham chiqarib beradi. Aytaylik, qanaqa turdagi apparatlar kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Shu apparatlarimiz bor edi. Da, tomga loy bosh apparatlar bor aka, pena blok apparati bor aka. Pena blok apparatini oldingi videolardan qo'yganmiz. Agar kerak bo'ladigan so'rashsa, Telegramda rasmiy videolarni tashlab beramiz aka. Dastavka aka, buniki ham pena blokniki ham O'zbekiston 12 ta viloyatga, qo'shni davlatlarga, Qirg'iziston, Tojikiston, Qozog'iston davlatlarigacha chegaragacha olib kirib beriladi. Granitsiyaga olib kirib beriladi ularga. Juda yaxshi. Xo'p, aziz kuzatuvchilar, mana agarda siz ham xonadoningizda yoki biror joyda xuddi shunday mo'ljallagan yeringiz bo'lsa, bemalol xuddi shu biznesdan boshlanib, mana sezon boshlanyapti. O'zingizni gazoblok ishlaringizni ishlab chiqarib, daromadingizni yo'lga qo'yib olsanglar bo'ladi. Qisqacha hisob-kitoblarini qilib berdik. Agarda xato va kamchilikka yo'l qo'ygan bo'lsak, oldindan uzr so'rab qo'yamiz. Qanaqadir savol bo'lsa, mana Ilyos Beyning nomerini ekranga yozib qo'yamiz. Telefon qilsanglar, hisob-kitobi deysizlarmi, apparat narxlari deysizlarmi, batafsil ma'lumotlarini aytib o'tadi. Demak, e'tiborlar uchun kattakon rahmat. Qanaqadir savollar bo'lsa aytib o'tdik. Ma'lumotni foydali deb hisoblasanglar, albatta bitta like bosib ketishni unutmanglar. Salomat bo'linglar. Ilyos Bey, rahmat ma'lumotlar uchun. Hop aka, sog' bo'ling. Alloh savdoyingizga baraka bersin.